Bitta tushib ketgan joyini qaraylar. Buni qutqarish kerak qandaydir. Itni chiqara olmaganimiz uchun Favqulodda vazirlar vazirligi xizmatini chaqirganmiz. 1050 telefon raqamiga telefon qilib. Hozir chiqasib ko'ramiz. Ha? Jontan vazirasida. Ha. Bo'lmasa hali bolalarga aytib tushib olib qo'yinglar, xotini qo'yib desam, har deydi, bo'ldi dedik. Bu hayotdan umidimiz uzib bo'ldi-da o'sha. Harakatdan qo'yib. Setkani tashlab qo'ydik. Endi osilib chiqarmagan desa, orqasiga kirib yotib oldi. Bu katta it-ku. Katta. O'ka katta. Ehtiyot bo'ling. Sepdan chiqa olmaysan. Yo'q, pasaq. Ha, o'zi sizga sakrayapti. Bariyani kelib. Ma. Ayağıyla. Tortilla. Ye, onayım ben. Latak o'rab oling, shart quchoqlab oling bo'lmasa. It g'ajib tashlaydi-da. Butun bir internetda aylanasiz qolsa. O to'xta, anu katta it ekan, bo'ri bosar bor. Jasi videoga olishadi. Olyapman. Yamaga tushgan 200 ta butun bir Surqat mahallasini yig'ib olganmiz. Kim biladi yani. Yana o'zimiz ham yamaga qochib ketmadinglar. Bundan tushib nariga tushib ketsanmi? Qani?